High-tech hamda minimalizmni o'z ichiga uyg'unlashtirib olgan ushbu 78 metr kvadratdan tashkil topgan xonadonimizning asosiy kiraverish qismida kattagina koridor, prixoj qurish uchun joylarimiz mavjud holatda. Proyektimiz ikki tomonlama proyektlar tashkil topgan bo'lib, 5 qavatli yig'ishli domning 3-qavatda joylashgan. Proyekt bo'yicha asosiy mehmonxona, umumiy holatdagi samouzl, kuxnya hamda kattalar yotoqxonasi. Kirishni esa asosiy mehmonxona qismidan boshlaymiz. Ichki eshiklarimiz zakatlangan, devorlarni oyoqdagi to'liq laminat holatda. Xonadonimiz uchun dekor uslublarida alohida ishlovlar berildi. Ochiq balkonimiz ham mavjud. 5 qavat yig'ishli domning 3-qavatda joylashgan ushbu xonadonimizning manziliga to'xtalganlikda Buxoro shahar Gulibek bandamiz qaymoq yon tomonda joylashgan. Kuxnya qismimiz двухконтурный кольцо, газовый plita, вытяжка, moyka barcha qulayliklarni o'z ichiga joylagan ushbu xonadonimizning mexki mebellarimiz ham mavjud holatda. Ichki eshiklarimiz zakazlar hamda kattalar yotoqxonasiga ham ochiq balkonimiz mavjud holatda. Maktab, bog'cha hamma narsa dasturxonga joylashgan ushbu xonadonimiz to'liq foydalanishga topshirilgan terrasa hujjatlarimiz tayyor holatda. Umumiy holatdagi samouzl qismimiz rasman to'liq qazatilgan. 57.500 ga baholanadigan ushbu xonadonimizning batafsil ma'lumoti sizga qisqalik bo'ladigan bo'lsa, pastki raqamlarga yoki drojba ko'chmas mukayyatiga tashrif buyurishingizni kutib qolaman.